Yerda ajoyib xizmatni ko'rsataman. Mana shu ko'rib turgan figuralaringdan Arnold figurasini chiqarsa bo'ladi. Qanaqa qilib desalaring, lazer xizmatiga kelganman. Ko'rasiz, lazerda listga yozyapman. Ismlar yozyapti, istagan narsalarni yozyapti. Yana bitta qiziq narsasi, mana shu ko'rib turgan apparatlaring 200 yilgacha bo'lgan turbani ham qirqadi, ham gul chiqaradi turbaga, to'g'rimi? Misol uchun turbaga ismini ham yozib beraverasiz, to'g'rimi? Yozib beraveramiz. Daraxtga ham yozib beraverasiz, faqat turbagami? Faqat turbaga, temir metal. Temir metalga. Listda nechalik listgacha gul chiqara olasiz? 20 mm. 20 mm. 2 sm deydi. 2 sm bo'lgan listlarni ham gul chiqaraverasiz. Faqat bu 6 metrlik. Hamma 3 metrlik. Bu 6 metrlik list. Ha, uzunroq. 6 metrlik listdan kesaverasizlar. Bitta fishkasi mana shu 6 metrlik. Ha. Necha ishlaysiz? Kruglosutki. Kruglosutki. Aka qarang. Istagan rasmini chiqarib beraverasiz, to'g'rimi? Ha. Istagan rasmini chiqarib beraverasiz. Istaganini chiqaramiz. Keling, endi xattaligini ko'rsak, lazer xizmatini. Nechidan nechagacha qaysi kunlar ishlaysiz? Dam vaqti yo'q. Bez buxarni 24/7, bez buxarni 24/7. 24/7 MTSda biz avvalda yo'lida qarang. Shkalovdan kelish, glaznoyda oldida mana. Ko'z shifomi? Ha, ko'z shifo nur. Ko'z shifo nur va to'yxonaning nomi nima edi? Yo'q, to'yxona bekilib ketdi. Oldim. MTS to'yxonasi. MTS to'yxonasi, to'g'risi, yo'lda bo'yida mana qurilishi bitmagan binoni oldida. Lazer xizmat kerak bo'lsa, ekran telefon nomeri turibdi. 24 soat aloqaga chiqib kelaverasiz. Akamiz ham turba kesadi, ham lazer xizmatini ko'rsatadi. 24 soat ishlaydi. Like bosib qo'yamiz.